Navbatdagi bemorimiz xurrak otish va xurrakda nafas to'xtab qolish bilan bizga kelgan. Bemorimizni sonografiya qildik. 74 martagacha apnoe bor, ya'ni nafas to'xtab qoladi. Saturatsiya juda ham tushib ketadi. Почти 46% uyqu, saturatsiya 90 dan past bo'lib turadi. Qondagi kislorod miqdori ham kam, mana xurrak otishini ko'rishingiz mumkin. Hozir sleep endoskopiya qilamiz. Uyquchalik juda ham yuqori. Ko'ramiz qaysi qismi ishtirok etyapti ekan. Xurrak otish mana qarang. Boshlandi. Endi anosini ushtab olsang, ko'taring. Bemorimizni sleep endoskopiya qildik. Bemorimizda konsentrik tipdagi siqilish bor. Apnoe shuni hisobiga ham yumshoq tangli, ham halqumning yon devori, ham bodomcha bezi ishtirok etyapti, ham tilni ildizi, hamma komponent bor. Bemorimizda ortiqcha vazn bor, birinchi ozdirib, keyin operatsiya qilamiz.